2 oy yo'qolib qolgan. Umar aka, mana umraga har yili millionlab ziyoratchilar boradi. Shularning ichida hammasi ham qaytib kelmasligi mumkin. Qaysi ma'noda odamlar yo'qolib ham qolishi mumkin. Sizlar bilan birga borgan ziyoratchilarning ham ichida yo'qolib qolganlari bo'lganmi? Bo'ladi, yo'qolib qolganlar o'zi bo'ladi odatda. Bizda ko'pchilik yo'qolib qolsa o'zi qo'qib ketishadi-da. Buni poylab yuradigan taksistlar ham bo'ladi. Hatto masalan, kimdir yo'qolib qolsa, kelib taksiga murojaat qilib o'zini qayerdaligini aytganda, bo'yindagi bejigini ko'rsatganda, taksi aytishligi mumkin, $50 ga olib borib qo'yaman deyishligi mumkin-da. Desa biznikilar qo'qishab o'tirib oladi yo'qolib qolgandan keyin, lekin yo'qolib qolganlarga zo'r life hack bu. Hech kim 20 riyaldan oshiqcha uzoq masofaga yo'qola olmaydi umuman. Tushunarli? Masalan, kimdir yo'qolib qolsa, bilsinki u 20 riyaldan oshiqcha uzoqqa ketib bermagan. Ya'ni $50 lik masofaga ketib qola olmaydi, piyada yo'qolib qola olmaydi yani. Shuning uchun umuman qo'rqib ketmaslik kerak. Biz o'zimizda yo'qolib qolib, unaqa uzoq vaqt bo'lgan, yo'qolib qolgan odam bo'lmagan, lekin bizni sherigimizda bo'lgan bir yosh katta 75-80 larga kirgan otaxon internetlarga ham chiqib ketgan.